Assalomu alaykum. 2025-yil 17-sentabr haftaning chorshanba kuniga pomidor narxlarini ko'rib chiqamiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, videoga like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Bir bozorda bitta obzorni qilamiz. Salqin tushib bog'li havolar. Pomidorlar ko'rishingiz mumkin. Bozorda deyarli odamlar yo'q. Deyta 5,5-6 lar atrofida. Nimaga 2-3 kundan beri video qo'ymagan sababi pomidorlar kamayib ketgan. Kelish yo'la kech paytda o'zida tugab ketyapti. Originalni toza yuzlar ko'rishingiz mumkin. 15 ming so'mdan qo'yib beryapmiz. Sartorovkalari hamma tomonlama idealni. Olib borib magazinga sotsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz agar bankaga ishlatsangiz ham bo'ladi. Chunki orqalarigacha, ya'ni orqalarigacha qizillariga zo'r, yaxshi. Sartorovkalari ideal holatda. Ko'rishingiz mumkin. Pomidorlar mana qanday srednilar ko'ringlar, 10 ming so'mdan kelishadigan joylari bor. Ya faqat kelib yaxshi gapirsanglar kelishtirib beramiz. Bu o'zini to'chganda pomidorlar ko'ryapsizlar, uje ranglari ocharishni boshladi. Sababi salqin tushyapti. Iloji boricha tezroq, ertaroq harakat qilib, ichkarilarda, so'plarda qilib olishni maslahat beraman. Sababi yomg'ir yog'gandan keyin bunaqa pomidor topa olmaysizlar. Ro'zi pomidorlar ko'ringlar, 10 ming so'mdan bo'lib ketdi. Shirin sortidan sartorovkalari idealni qattiq sorti mana. Taylargacha qattiq, teplishli pomidorni ham ancha-muncha ko'tiga tepadi. Tayda at qochib ketdi, boshqa chiqib ketdi demaysizlar. Mana ranglari chiroyli, sifatli turibdi, ko'rishingiz mumkin mana. Kelishtirilgan holatda 9,5 mingdan qilib beramiz. Bugungi bozor. Ko'rishingiz mumkin. Sifati a'lo darajada deymiz, xudo xolasa. 8,5 ming so'mdan qizillarni qo'yib beryapti mana taroziga. Qizillar bugun kamroq ekan, parkentga sartorovkasi idealni eskam ekan. Ko'rishingiz mumkin. Sopga miyati bo'lib miyati emas, garbati bo'lib garbati emas. Ko'rasizlarmi? Butun pomidori atiga 5 ming so'mdan qo'yib beryapti taroziga. Bundan ko'piydi, deydi 3 dona qoldi. Chunki kechasi xalq kiryapti, o'shaning hisobiga 20 taga yaqin bor edi. Olib olish shu qoldi. Ko'rishingiz mumkin mana. Rozida miyatalari 3,5 ming so'mdan bo'lyapti. 100 5 ming so'm, 4 ming so'm, 4 ming 4,5 ming atrofida bo'lyapti. Rozida maydalari 4 ming, 3,5 mingdan ham beryapti. Yaxshi gapirsangiz kelishtirib berishadi. Hosilaga miyati, chunki miyatini gapirib ketayotganim, iloji boricha miyatini olib, so'kib olishlarini maslahat beraman. Aka miyatilar necha pul sizda rozida? Bular 3 mingdan beraman. 3 ming so'mdan beryapti-kan, rozidiki 3 ming so'mdan. 100 necha pul? 3,5 mingdan. 3,5 ming so'mdan beryapti. Bor edi, 2,5 mingdan berib oldim. Hozir ko'rsatganimdan sal sartorovkalari boshqacha. Orqasi salsa ko'ki bor, lekin narxi ham arzonroq. Xato. Necha pul bo'lsa? 2 ming so'mdan berib oldim men. Mana shuni 2 ming so'mdan beryapti. Aka, telefon raqamini aytib oramizmi? 90lik 887 887 0704. 0704 akamizga aloqaga chiqinglar. Sizlar kerak bo'lsa, Xudo xolasa keladigan bo'lsanglar, Food City bozoriga sifatli mahsulotlar qilib beradi. Aka, buni necha pul dedingiz? Mana o'sa suvlari chiqib mendan qo'y. 3 ming so'mdan ekan. 102 ga. Rozichi? Rozi 2,5 Rozi 2,5 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Bolgarskilarni ham bitta ko'rib olishingiz mumkin. Bolgarskiy necha pul beryapsiz, hojiki? Bolgarskilar 5,5 ming bo'lib ketdi. Bolgarskilar 5,5 mingdan 10 kilo qilib tortib qo'yilgan. Chesnoy necha pul? Chesnoylar? Chesnoylar tozalanmaganlari 25 ming. 25 mingdan. Qilamiz. Necha pul? 12 ming, 15 ming. 15 ming qizilida shunda. Mana navchoylar bor 8,5 ming. Navchoylar 8,5 ming, 8 mingdan qilib berishyapti, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa. Hoji akamizda templari bor ekan. Templarimiz necha pul hoji aka parkentga? 7,5 ming qo'yib beryapmiz. 7,5 ming so'mdan qo'yib beryapti. Bor mana. Teplishni nechtalik bu? 7 taligi? 7 taligi 12 ming. 7 taligi 12 ming. Taligimiz 14 ming. 6 taligi 14 ming ekan hoji akamizdan ko'rishingiz mumkin. Bor, chesnoylarimiz bor, tozalangan. Mumkin, xudo xolasa sifatli sara mahsulotlar qilib beradi. Ko'rishingiz mumkin, uji teplisani pomidorlari ham ko'payishni boshladi. Hoji aka, teplisani pomidor 6 talik necha pul ekan? 6 talik 11 beryapsiz buni. 6 talikda mana ko'rishingiz mumkin, hoji akamda ko'proq ekan, shuning uchun 11 ming so'mdan qilib beryapti ekan. 5 taliklari bormi hoji aka? 5 ta mana 5 talik. 5 taliklarni ko'ringlar. Sal bitta anidasi rangi ochroq ekan, lekin necha pul bu? Bu 14 ming. 14 ming so'mdan beryapti hoji akamizga, ko'rishingiz mumkin. Atxotlari ham o'sha chiqib qolibdi. Uyga agar ishlatishga olsanglar arzonroq, uzoqroq turib beradi. Shuning uchun necha pul bu atxotlari? Bu 5 mingga 4 ming. 5 ming so'mga, burunduqlari 4 ming so'mdan ekan. Ko'rishingiz mumkin akajonlar. Xudo xolasa sifatli mahsulotlar Food City bozoriga kelsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz
Ko'rishlar mumkin akajonlar, opajonlar, Teplitsani pomidorlari mana uji ko'payishni boshladi. Mana mashinalarda kelishni boshlayapti. 5000 so'mdan beryapti ekan. Maydasi ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa yaxshi pomidor. Ko'rishlar mumkin. Mana boshqa joyda yana bitta ko'rsatamiz. Qizil pomidor necha pul ekan? Qizil pomidor 7000 so'mdan qilib berishyapti ekan akalarimizni ko'rishlar mumkin Parkentga. 9000 so'm. Ro'ziga atborimi sredniymi bu? Sredniy. Srednisini 8,5 mingdan qilib berishyapti ekan akalarimiz ko'rishlar mumkin Ro'ziga. 3 qator. Xohlasa mana uji ko'pchilik Teplitsa so'rayapti o'da. Teplitsani uji Opton tomoniga o'tib beramiz. Agar bo'lsa chiroyli narxlarda ko'rsatamiz. Ko'rishlar mumkin. To'rttalik. Sort qanaqa buni hojiga? Pikronji. Pikroji ekan. Teplishniy pomidori, uji teplishniy pomidorlar mana ko'rishlar mumkin. Isuzularda uji kelishni boshladi. Ko'payib qoldi mana. Kecha kunlari uji kam edi, uji salqin tushishni boshladi. 15 ming so'm bu narxi. 15 ming so'mdan to'rttaliklari. Bu ham sizdan hojiki? 5 taligi necha pul? 5 taligi 11 ming so'mdan ekan. Ko'rishlar mumkin. 6 talik ekan bu. 6 talik 11 ming so'mdan ekan. 5 talik necha pul? 15 ming. 5 talik ham 15 ming. Ko'rsatib olsa bo'ladimi, iloji bor? Bitta ochib oling aka. Ko'rishlar mumkin mana. 5 taligi 15 ming so'mdan. Xudo xolasa yaxshi pomidori. Agar Food Cityga keladigan bo'lsanglar, sifatli sara mahsulotlar olib ketasizlar. Iloji boricha optim narxda, arzon narxda olib ketasizlar. Iloji bo'lsa kelinglar, maslahat beraman. Telefon raqamini ayta olamizmi, ayta olmaymizmi? Agar 20 ta 30 ta olaman desa. Telefon nomeri aytish olmaydigan, Food City bozoriga kelsanglar, sifatli mahsulotlar xudo qilib berishadi. Chiroyli qilib. Ko'rishinglar mumkin. Qizil teplishniy pomidorlar 11 ming so'mdan uji ko'payib qolibdi. Mana uji 11 ming so'mdan beryapti ekan. 2 qatorli. Ko'rishinglar mumkin. Aka telefon nomeri ayta olamizmi? Agar 10 ta 20 ta olaman desa. Food City bozoriga kelganda, misol kelishdan oldin, misol magazinchilar ko'radi. Soatga xalq Bozor senga bir kun bir xil bo'lmaydi bu. Yo'q, endi misol uchun to'g'ri, u gapingizdan to'g'ri. Misol uchun aytishimiz mumkin, bu ho'l narsa, oltin, neftga o'xshagan narsa, misol qilib aytsak bo'ladi, kunda bir xil narxda turmaydi bozorda. Mini marketlarda o'zgaradi. Lekin akalarimizda har doim bo'ladi, narxlari boshqacha narxda bo'ladi. Agar sizlarga sifatli mahsulot kerak bo'lsa, akalarimizning nomerini qoldiramiz. Nomer 99lik 102 79 akamizga kelinglar, xudo xolasa. Chiroyli teplishni endi rozisi ham bo'ladi-da, xudo xolasa. Rozisi ham, qizili ham bo'lar ekan akalar, kelaverasizlar degan umiddaman. Ko'rishlar mumkin. Aytganda aytib ketay. Pomidor narxi ham, rol meva narxi ham bozor bilasizlar, bu mini market emas. Kunda narxlari o'zgaradi. 5 so'm bir kun tushib ketishi mumkin, 5 so'm buni ko'tarilib ketishi mumkin. Raisda bo'ladi. Bu narxlar 17-sentabrga ko'ra chiqib ketayotgan narxlar. Iloji boricha videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, balki bir oydan keyin, balki 20 kundan keyin bu Instagram emas, chunki algoritm 3 kunga chiqarib beradigan video emas. Chunki bu 1 yillab, 10 yillab turadigan video. Iloji boricha ko'rayotgan videozni qachon olinganiga qarab telefon qilishni maslahat beraman, lekin shu qo'ygan reklamadagi insonlarning hammasi sifatli mahsulotlar sizlarga qilib beradi. Ko'rishinglar mumkin mana o'sha oshqovoqlarda ham bugun mana 2 kundan beri video olmayotgandik. Oshqovoqlarimiz narxlari o'zgargan yo'q, 3000 so'mdan. Qopga oladigan bo'lsa kelishtirib berasiz. 2800 ga beramiz. Qopga oladigan bo'lsalar 2800 so'mdan qilib berar ekan. Ko'rishinglar mumkin mana akamiz. Qaro xizmatlar kelsa, mana bodringchilardan ketyapti mana. Karamlar nech pul ekan aka? Karamlar 3,5. Karamlar 3,5 ming so'mdan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Nech pul ekan hoji aka karamlarimiz? 6 ming so'mdan ko'rishinglar mumkin. Chimchi karam bitta shunda. Hoji aka karamimiz nech pul ekan? Aytoring nech pul narxi? Nima balki blogerlarda kuy chekadi. Shu ko'rishinglar mumkin bugun yon atrofda karamlar bor. Ko'proq bugun. Har kungidan qaraganda ko'rishinglar mumkin. Hozir bodring qatoriga o'tamiz. Aslan 3,5 ming so'mdan bo'lyapti. Oshqovoqlarga keladigan bo'lsa, oshqovoqlar ham ko'payib qolgan, 3 ming so'mdan qilib berilyapti. Bodring qatoriga o'tamiz. Hozir mana bodring akalardan ham hozir video olamiz. Xohlasa ko'rishinglar mumkin. Vodiyda bodringlar nech pul bo'layotgan aka? Xudo xolasa. 3,5 ming. 3,5 ming so'mdan qilib berasizlar.
4 ming so'm holatiga qarab berishyapti akalarimiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana 3,5 ming so'mdan ko'rishinglar mumkin bodringlarni. Qancha aka bu? 6 ara ekan. 3,5 ming so'mdan ko'rishinglar mumkin. Aka necha pul ekan bodring xudo xolasa? 3 ming so'mdan beryapti akamiz. Mana bodringni ko'rishinglar mumkin. Aka bodringlaringiz necha pul ekan xudo xolasa? Akbar aka bodring necha pul ekan? 3 ming so'mdan beryapti. Qaytdik aka? Afg'oniston. Akamiz Afg'onistondagi deyapti bodring. O'zbekistondagi ko'rishinglar mumkin. Hatta kuldiradi dedi akamiz. Aka ro'zinglaringiz necha pul ekan xudo xolasa? Ha. 8 ming so'mdan beryapti akamiz. Ko'rishinglar mumkin xudo xolasa. Siradinglarimiz bormi yo'qmi aka? Aka ro'zinglaringiz necha pul ekan xudo xolasa? 10 ming so'mdan beryapti akalarimiz. Ko'rishinglar mumkin. Aka ro'ziyda qizillar necha pul bo'lyapti bular? 5 ming so'mdan ko'rishinglar mumkin. Salsa ranglari och, lekin ichida bitta yarimta mayda borligi uchun 5 ming so'm. Ata yaxshisi necha pul aka? 6,5 ming so'mdan qilib beryapti akalarimiz. Aka teplishni pomidorlaringiz necha pul ekan aka? 4 taliklar. 13 ming so'm. 13 ming so'm ekan. Kelishtirib ber aka. 5 taligi 13 ming, 4 taligichi? 4 taligi 13 ming so'm, 5 taligi 12 ming so'm. 5 taligi 12 ming so'm, 4 taligi 13 ming so'mdan ko'rishinglar mumkin. 6 talik necha pul 6 taliklarimiz? 10 ming so'm. 6 taliklarimiz 10 ming so'mdan ko'rishinglar mumkin. Aka karsinkada teplishnilar necha pul aka mana bu? Teplishni ham ko'rishinglar mumkin. 8 ming so'mdan beryapti akamiz. Qaytdik aka bu teplishni? Navoiy deyishgan akalar ko'rishinglar mumkin. Qizillar necha pul bo'ladi bu karobkada? Bekobodda bu? Yo'q, Parkentniki necha pul endi? 6 ming. 6 ming so'mdan beryapti akamiz. Ko'rishinglar mumkin. Cho'tir bodringlar necha pul ekan aka? Akamiz narxini bilmayman-da. Ko'rishinglar mumkin. Yon atroflari bitta o'g'ramiz akajonlar ko'rishinglar. Ro'ziylarimiz 7,5 ming 7 ming so'm qilib berish ekan akamiz ro'ziylar. Qizillar necha pul bo'lyapti aka? 6,5 ming so'mdan qilib berishayotgan platinumni akamiz ko'rishinglar mumkin. O'tgan safar ham videoga olib chiqamiz biratini. Aka teplishni pomidor ro'ziylar necha pul bo'lyapti aka? 2 qatorliklar. 6 ming so'mdan qilib berishyapti akamiz. Kelaverasizlar. Xudo xolasa nomeringizni qo'yib bering. Akajonlar ko'rishinglar mumkin. Shu mana Parkentdan deyarli ko'p. Xudo xolasa Bekobod pomidorlari bugun kamroq ko'rishinglar mumkin. Qizil pomidorlar maydalar necha pul bo'lyapti aka? 2 ming so'mdan Bekobod qizil pomidorlarni berishyapti akalar. Ko'rishinglar mumkin. Bekobod pomidorlar deyarli tuga bo'lgan qizil pomidorlar ham kiraga bosishyapti. Yon atrofda deyarli Bekobod pomidor qonun. Aka Bekobod pomidorlarni necha pul ekan xudo xolasa? 5,5 ming so'mdan. Adboriya xudo xolasa. Adborisi 5,5 ming so'mdan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Yon atrofda mana bu hamma kerakli yuklarni olib, mashinalarga yuklab chiqib ketyapti. Atrofda ko'rishinglar mumkin. Bekobod pomidorlari deyarli bugun tugagan. Ertalabki holatga ko'ra narxlar shunaqa 5,5 ming so'm, 5 ming so'm atrofida bo'ladi. Srednilar deydi 3,5 ming bo'ladi. Garoqlari 2 ming so'mdan bo'layotgan. Ko'rgan bo'lsanglar videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar. Bu narx-navolarda Vest Toshkentga jo'natinglar. Agar kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar. Har bir inson nomerini qo'yib qo'yganman, iloji bo'lsa o'ziga aloqaga chiqinglar. Sifatli sara mahsulotlar qilib beradi degan umiddamiz.